Dago o'rtoqlar tushunib sizlar yaxshi dam oldinglarmi? Bu videoda Xudo xolisa uzoq muddatga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan insonlar uchun Xudo xolisa juda ham foydali bo'ladi. Maksimum bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men polnis tushuntirib beraman va именно mana shu loyihamizda 120% dan 150%, 200% gacha daromad berishi mumkin va Xudo xolisa aniq foydasi tegadi. Xo'p, Toncoin bilamiz, juda ham kuchli coinlardan bittasi, kuchli loyihalar misol, bitta oddiy misol. Siz ChatGPT ga kirasiz, misol uchun yozasiz, например, Toncoin haqida ma'lumot kerak. Yozasiz, sizga polnisli informatsiyani chiqarib beradi. Qanaqa coin bu, qanaqa blockchain, kimlar bilan misol ishlayapti. Polnis mana sizga tushuntirib beradi. Qanaqa ishlashi, kimlar bilan hamkorlik qiladi misol uchun. Shunaqa yozamiz. The Open Network asosiy hamkorlari misol mana ko'rishimiz mumkin. Valdors, DeFi platforma, blockchain tizimlari. Mana shu yerdan ham informatsiya qidirsanglar bo'ladi. YouTube'da ham, Google'da ham bemalol yozib, qo'shimcha informatsiyalarni olsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, ishonchli coinlardan bittasi. Shunda ham biz shu o'zimizga shu risk qilishga tayyor bo'lgan pulimizni qo'yadigan bo'lsak, shunisi to'g'ri deb bilaman. Har doim har bitta videomda bu narsani takror etaman. O'zingizga kerak bo'lib turgan, ya'ni misol uchun bir hafta yoki 10 kundan keyin o'sha pulingizni ishlatishingiz kerak, shunaqa rasxodning joyingiz bor, unaqa pulni siz bozorga qo'ymaysiz. Unaqa narsa ketmaydi o'rtoqlar. Misol uchun 3-4 oy, 5-6 oy, например, ishlatib beradigan pulingiz bo'lsa, uyda turadigan pul bo'lsa, misol shu narsani siz shunaqa aktivlarga yo'naltiradigan bo'lsangiz, shunaqasidan siz yaxshigina foyda qilishingiz mumkin. Uzoq muddat haqida gap ketyapti, ya'ni 5-6 oy o'rtacha shunaqa. Xo'p, men sizlarga mana kunlik, ya'ni daily time frame ochyapman, ya'ni kunlik time frame ni ko'rishingiz mumkin. Sizlarga bir nechta sabablar aytaman, osmondan olib aytmayman sizlarga. Misol uchun ko'rishimiz mumkin, bullish divergensiya birinchi o'rinda bizga juda katta mitsi bo'ladi. Info beradigan narsa bu bullish divergensiya ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana tam bunisi lower low bo'lgan, bu yerda уже tam higher low, ya'ni bu RSI da tepaga ketgan, bu yerda esa pastga ketgan. Bu narsa o'rtoqlar nimani bildiradi? Bu tepaga, ya'ni narx o'sishini bildiradi o'rtoqlar. Ya'ni bullish divergensiya deb aytiladi. RSI indikatorlar mana pastga low kelgan paytda ba'zi bir holatda shunaqa info beradi, shu tepaga ketishi. Simbolik biz kunlik time frame, ya'ni katta time frame da ko'ryapmiz. Bu degani bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Wick bor. Wick qanaqa ishlab beradi bilasizlar. Men bu bo'yicha video ham qilganman. Plyus mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Likvidatsiya bor, ya'ni yechilmagan likvidatsiya, tepada likvidatsiya bor misol. Ustida likvidatsiya bor. Xullas, ishi juda ham ko'p. Sotib olish uchun juda ham zo'r imkoniyat, yaxshi narx deb hisoblayman. Simbolik bizda ham aniq sabab bor, bullish divergensiya bor. Ozgina yana tepaga chiqib turib, mana shu joydan balkim reaksiya olishimiz mumkin ozgina. Lekin mana shu narxlar вообще-то umuman olganda komfort hisoblanadi, risk qilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Ya'ni mana shu zonadan ham tepaga qarab ketib qolishi mumkin narx. Qaytib pastga tushishiga hech qanaqa bir garantiya yo'q-da. Misol uchun mana shu zonagacha ham kelsa ham, mana Wickga 0.5 ga ham kelsa ham, ya'ni 40% daromadinglar bor degan o'rtoqlar. Agar uzoq muddatga, realniy uzoq muddatga ushlab turaman degan bo'lsanglar, mana hayga tushib tursanglar bo'ladi misol. Bu degani 128%, 130% bo'lyapti o'rtoqlar. Mana shu narxlarda ham sotishingiz mumkin, balki bundan ham teparoq misol. Fundamental tarafi juda ham yaxshi, baquvvat va sotib olish uchun juda ham yaxshi imkoniyatlardan bittasi turimiz. Narx ham juda ham yaxshi bir paytlar bu $7 17 sent atroflarida sotilgan. Hozirgi narxi ko'rishimiz mumkin $3 13 sent o'rtoqlar. Ko'rasizlar bozorda qanaqa skidga ketyapti. Bitcoinimiz normalniy pastga tushdi
va mana ton coinimiz ham misol normalniy pastga yurib berdi. Da xudo xolisa ko'rasizlar, mana shu narx esingizda tursin. Gazeta bir mana 15 kundan keyin ham narx ko'radigan bo'lsangiz, gazeta bir o'sgan bo'ladi, gazeta bir 20 balki 30% shunaqa. 3-4 oyi hisob kitobini olib qo'yadigan bo'lsangiz ham xudo xolisa yaxshi profit qilishingiz mumkin va shu loyihaga investitsiya kiritish maslahat beraman. Shunaqa gaplar, menimcha video foydali bo'ladi deb o'ylayman. Bitta fikringizni kommentariyaga yozing. Xudo xolisa qiziq o'qib chiqaman. Qo'shimcha informatsiyani Telegramdan topishingiz mumkin. Uni pastda yoki Azizov investor qidirsangiz bo'ladi, chiqadi. Va Instagramga ham follow qilib qo'yinglar, o'sha yerda ham informatsiyalar qo'yib boramiz. Foydali reelslar bor. Shunaqa gaplar, sog'liklar, charchamanglar.